привет, мои дорогие зрители. Ассалому алейкум. Meni obunachilarim, azizlarim, qandaysizlar? Salomatliklaring, sog' salomat yuribsizlarmi? Avvalambor bu dunyoda sog'lik kerak. Qolgani hammasi yerunda. Самое главное odam sog' salomat bo'lsa, inshaalloh hamma ishi ham bo'ladi hayotida. Xohlagan orzu havasiga ham yetadi. Самое главное bu salomatlik. Men oxirgi paytlar juda ham kam video snimat qilaman, потому что vaqtim ozgina kamroq. Vaqtim yetishmay qoladi, chunki hali meni kelinim yo'q. Bitta qizim, katta qizim turmushga erga berganmen. Ana 3 ta nevaram bor, Xudoga shukr, Allohimga shukr, yetkazganiga shukr. Bir-biridan asal nevaralarim. 2 ta o'g'lim bor, lekin hali kelin olganimiz yo'q. Kechirasizlar telefon. Ana, hali kelinim yo'q. Ish qilib, o'sha uchun o'zim 18 yashar kelinchak bo'lib, kuni bilan uyda ish birgan, hamma ayollar kabi kir yuvgan, o'tib qilgan, ovqat pishirgan, mana shunday qilib xo'jayinimning orqasidan, 2 o'g'limning orqasidan ish qilib yuraman. Ularni qanday desam sizlarga, hammasini erkalatib o'rganmen. Hammasiga tayyor mana olib kelasiz, yeyishadi. Hay, наверное, o'zi hamma yoshlar shunaqa. Hay, mayli. Men onalari, men обязана, to o'lib o'lguncha ona обязан farzandlariga. Конечно, onalarda ham har xili bor, lekin men mana shu 3 ta farzandimni katta qilgan bo'lsam, mana tepamda Alloh biron farzandimni urishib, urgan, so'kkan ona emas. Faqat shirin so'z bilan men bularni tarbiya qilib kelganmen. Qanaqa положениyaga tushmagan bo'lsam ham faqat men harakat qilgan, bular bilan yaqin bo'lishdi. O'sha uchun cho'chito farzandlaring so'kmanglar, eshitishga, quloq solishga o'rganinglar. Farzandlaring sizlarga qancha yaxshi, yaqin bo'lsa, shuncha yaxshi. Chunki farzandlarga eng yaqin bu dunyoda ota-ona, bilasizlar. Чтобы meni bolalarim ko'chadan birontadan mehr oqtarmasin, birontani menga ishonmasdan mendan yashirimcha ish qilishmasin. Nima bo'lsa ham menga kelib aytishsin. Men faqat bolalarimga aytaman. Eng yaqin dunyoda bu men sizlarning onalaring. Nima bo'lmasa ham hayotda past balandligi bor. Faqat men bilan bo'lishinglar. Men sizlarga harakat qilib hayotda yordam beraman. Voy, onam siqilib qoladi, bilib qolsa degan gap bo'lmasin. Bu dunyoda onadan, otadan tashqari hech kim do'st bo'la olmaydi. Odamlar, например, opa-singilam, aka-ukayam, только bu ota-onani uyida aka-uka, opa-singil, faqat ota-ona tirik, maydalik vaqtida, no, уже hamma hayoti ajralib, например, hamma opa-singillarga tegib ketdi, akalar xotin olib ketdi, ukalar xotin olib ketdi, уже все, граница. Avvalgi ota-onani uyidaqa mehr, bitta ko'rpani ichida yotib, bitta tovuqdan yegan o mehrlar qochadi. Xohlaslaring ham, xohlamaslaring ham, chunki bu hayot. Bu opasini eri unday dedi, bu singlisini eri bunday dedi, yo yangasi bunday dedi, Siravno aytdi, dedi, degan gaplar chiqadi. Faqat qizlar erga tegmay turib, uka, akalar xotin olmay turib, bu baribir mehr boshqacha. Уже hamma uylanib erga tegib bo'lgandan keyin hamma o'zimni erim, yo o'zimni xotinim, o'zimni bolam, o'zimni chaqam, o'zimni nevaram deb, bu psixologiyada. Shu uchun nima demoqchimen? Nimadan boshladim? Men onalari. O'sha uchun men harakat qilamanki, farzandlarimda menga faqat ishonishsin. Mendan, например, bir xil vaqt odamlar onasiga ishonmay, например, qo'rqadi, voy onam eshitsa urushadi, so'kadi, bu yoshlikda. Lekin ana shu xatolikni qilmaslik uchun bola maydaligidan aytib kelinglar. Mendan qo'rqma, menga to'g'risini aytgin. Men seni hamma vaqt tarafingda, men nima bo'lmagan taqdirda ham men ona, men sen tarafda bo'laman
deyishlaring kerak farzandga. Farzand sizlarga ishonsin. Ona deb oldilaringga kelib, sizlarga dardini aytsin. Hayb yana bu tema to'g'risida boshqa kun gapiraman. Hozir так что nima xullas kalom nimadan boshladimki, o'g'illarimni juda ham erkalataman. Chunki o'g'illarimga shunday tarbiya beramanki, ertaga xotin olishsa ham чтобы shuni xotinlarda ko'rsin. Shtob kelganlarda uylari toza bo'lsin, ovqatlari tayyor bo'lsin, narsalari taxlangan, dazmollangan. Shu nimaga o'rgatib qo'yganman o'g'illarimda. Chunki men bilaman, ertaga чтобы kelin olganimda ham o'g'illarim shuni talab qiladi. Ну, конечно, kelinlar ham har xil bo'ladi. Inshaalloh kelin olsam ham kelinga ham yaxshi gapirib, qizim, bolam deb hammasini o'rgatishga harakat qilaman. Chunki men bu erkatoy o'g'illarimni o'sha bilaman. O'g'illarim, Xudoga shukr, Allohga shukr, hammasi yaxshi. Endi Xudo xohlasa, mana kattasi armiyadan kelsa, 1 yildan keyin harakat qilib uylaymiz. Bu yil armiyaga ketib qolishi mumkin. Mana shunaqa gaplar. Так что nima desam yana, yuringlar. Hozir men qizimni uyga ketyapman. Qizim master, kiprik ekadi, o'zbekchasiga, o'ruschasiga narащивание ресницами делает. Ну, narashka, o'ruschasiga ham, o'zbekchasiga ham. Hozir boramiz, Xudo xohlasa. Mana bu eskib ketgan kipriklarimni qizim yangilab qo'yadi. Chunki 27-da Xudo xohlasa kenji o'g'limni выпускной maktabda bitiradi. Biz выпускнойga dadasi bilan chiroyli bo'lib borishimiz kerak. Чтобы necha yil o'tib ketsa ham, например, 40 yilmi, 50 yilmi, men bilmayman 5 yildan keyin bormi, yo'qmi. Ilohim avvalo hammamizni Alloh umrimizni uzoq qilsin. Mendan keyin ham bolalarim, nevaralarim ko'rib turadi. Voy, babushkamiz qanaqa yoshligida ekanlar deb. Endi yoshligimiz ham qolmadi, Xudoga shukr. Allohga bergan yoshiga shukr. Mana shunday yuringlar, bo'lmasam, kimga qiziq bo'lsa, men bilan qizimni uyiga boramiz, kipriklarimizni yangi qilamiz, zaodno nevarachalarimni ko'rsataman. Mana shunday, так что не прощаемся. Skoro ko'rishamiz qizimni uyida. Mana asta-asta Xudoga shukr ketyapmiz. Havo salqin, issiq emas. Bu yil takoy issiq ham bo'lmadi yozda. Endi men iyul, avgust bilmayman. По крайней мере, may salqin bo'ldi, iyun. Menga вообще-то issiq вообще yo'qmaydi. Потому что nafasim qaytadi, sразу mazam qochib slabo bo'laman. Menga nabarat mana shunaqa havo, shabada. Mazza, короче, voy. Ko'z yoshimlarday. Mana shunday asta-asta boryapman shoshilmasdan. Nevaralarim kutib qoldi. Magazinga kirib shokolad oldim bolalarga. Mana shu uchun voy magazinda ko'rsalaring, ikkita kassi prям shunday imillab ishlayapti, jonlarim chiqib ketdi. Qaytam ko'cha salqinchi, magazin juda kirdim, dushno, prям nafaslaring qaytadi u magazinda. Bilmayman, mush konditsionerlari buzilib qolganmi. Mana shunday va mashqlarni qaranglar. O'shtada ana qaranglar. Va, a что это? Urusham qilishyapti. Hozir meni taniganlar, bilganlar biladi, что men mushuklarni yaxshi ko'raman. Hozir aytishadi, shularni ham olib keting, opa, uyingizga deb. Men rosa ham yaxshi ko'raman mushukchalarni. Mushuklarni hammasini olardim. Ko'rib turganlar, bilganlar meni. Hozir shu videomni ko'rgandan keyin обязательно dedi. Oling opa, shu 4tasini ham oling. Olardim-ku. Olardim. Lekin uyim maydalik qiladi. O'zimda ita ko'shta mushug'im bor, bilasizlarmi? Ana shunday men rosa hayvonga mehribonman. Hammani yaxshi ko'raman. Mana shu ko'chada qolgan mushuklarni особенно faqat ichim kuyadi. Nechtasini уже oldim, yaxshi odamlar qo'liga tarqatdim. Hozir o'zimda 3 ta qolgan.
Yana hammasi mehribon, meni onasilar yaxshi ko'rishadi. Va meni mushalarim judayam mehribon, ishonasizlarmi? Qayerda bo'lsam o'sha yerda mushalarim o'tiradi. Yotsam ham yonimga yotishadi, tursam ham kuxnyaga borsam, kuxnyada hatto vanna, dush принимать qilganda ham vannani eshik tagida o'tirishadi. Bo'lganda hamma shunchalik Xudo menga uy bersinki, hozir shunday возможностьim bo'lsin, hamma hayvonga yorishdan berayotgan возможность Alloh taolo qilib qo'ysin. Nimaga bular domofon ishlamayaptimi? Tak. O'z qizimga keldik. Mana shunday. Ana kiramiz o'tishdi. Yoz nevaralarim yuguradi. Babushka deb. Mana shunday ular kelsam rosa xursand bo'lishadi. Men ularni zrительницасida o'tiraman, ular menga o'ngga tushadi, ashula aytadi. O'z ko'rasizlar. Это кто? Бабушка, Аминочка, Ишечка, привет. Дайте, бабушка зайдет к вам. Дайте, поцелуемся. У тебя крокодильчик. Сейчас бабушка зайдет. Привет, скажите. Привет, Амина, Иша, мои сладенькие. Умничка моя. Ой, dot. Mana qizimni uyiga keldim. Hozir maza qilib yotaman. Qizim kipriklarimda chiroyli qilib mana kabineti qizimda kushetkalari. Xudo xohlasa yotaman, qizim meni chiroyli qilib qo'yadi. Hozir do и после bo'ladi, Xudo xohlasa. Ko'rib olinglar, do. Mana уже kam qolgan. Hozir posli bo'ladi. Kutib qolinglar. Ana qizimda ham mushig'i, mana qizimda mushig'i. Девочка какая красавица. Как ее зовут? Муиза, да, я забыла. Muhammad alayhi vasallam payg'ambarimizni mushiqlarini nomini qo'yishgan, Muiza deb. Muiza xonamiz. Yotibdilar, krasavitsa. Muizочка. Erkalanyapti. Красавица Muiza. Puxляшка. Katta bo'libdi mushiqlaring. Не бойся. Muiza. Эй, кись. А ну-ка, иди к бабушке. Ой, потягульки. Ой, тетя моя девочка. Ой, как бабушку приветствует. Да. Бабушку приветствует. Моя девочка хорошая. Красавица. Да. Меня pishaklarim bor-da. Ishlarni deysiz, наверное. Men qo'limizni yuvganimiz bilan bular sezadi. Да, у меня Кузьма. Наверное, запах Кузьмы. Да? Ой, shunaqa gaplar. Да, где? Дядя, где? А вон я, бабушка. Mana kipriklarim ham tayyor bo'ldi. Свежий, chiroylik, go'zallik, da? Mana nevarachalarim bilan Oyishaxon, иди Aminaxon ко мне. Mana Aminaxonim. Qo'llarimda manikyur qilishdi meni nevaralarimda. Da. Qizim kipriklarimni chiroyli qilib, narashkalar qilib qo'ydi. Ana shunday. Endi asta uyga ketamiz. Oy, mazza odamni qizini qo'lidan ham ish kelsa. Mana hech kimga pul ham bermaymiz. Zapis ham qilib yurmaymiz. Любой moment kelaman qizim chiroyli ko'zlarimni qilib
Go'zallik. Go'zallik. Nevaralaring ham bo'lsa, Xudoga shukur deb o'zlaringga o'xot qilib yuringlar. Voy nevaralik bo'ldim, qaridim demanglar. Ayol kishi hamma vaqt go'zal bo'lib yurish kerak. Ana shunday. Skoro uyga ketamiz, hozir borib choyimizni ichaylik. Да, mana бабушкаларga вафелька, печенье, шоколадки, да, поставила? Да. Да, Ища? Ты бабушку хочешь угощать? Да? Я тоже. Да, сейчас чай Я это попьем. накрыла, Да. стол, вытерла все. Ты умничка, Амина. И Аиша умная, да? Конфетки, Умничка. вафли, печеньки. Да. Kızımda kunyası katta. Мам, Maza. Assalomu alaykum yana bir bor. Azizlarim, mana xullas qalom uygayam kelib oldim. Nevaralarim bilan ancha o'ynadik. Birga choy ichdik. Qizim bilan ham ancha gaplashib, bitta serial, komediya ham ko'rishga uspet qildim qizim bilan. Mana shunaqa bolalarim. Men endi ketdim, asallarim deb bolalarimni quchoqlab, o'pib, xayrlashib uyga keldim. Ana shunday bolam, qizim, то есть nevaralarim ham hammalari xursand bo'lib qoldi. Voy babushka, мы не хотим тебя отпускать, оставайся deb bechora Oyishaxon bilan Ominaxonim yalinib qolishdi. Lekin aytdim, yo'q, Ayishechka, Amina, babushka pora домой. Skoro dedушкаларing ishdan keladi, tog'ing ishdan keladi, babushka должна всех покормить вкусно. O'shanga qarab uyga tez keldim. Hozir xo'jayinim bilan o'g'lim telefon qilishdiki, mana уже uyga yaqinlashib qoldik, magazindan biror nima kerakmi deb. Kerakli narsalarni zakaz qildi. Mana hozir kutyapman. Inshaalloh Xudo xohlasa kelib qolishadi. Keldim, shunday sochlarimni yig'dim. Yo'q, havo yaxshi. Shunday ko'chaga chiqsam, mayda yomg'ir yog'yapti-da, maza, havo salqin. O'yladim, hozir yomg'ir quyaversa tamom, zontigim yo'q. Yo'q. Tigrimcha mayda yog'di. Uyga kelib kirlarimni balkondan olaman desam, yo'q, to'xtabdi, Xudoga shukur. Voy, shunaqa bugunga charchab qoldim. Endi ertaga inshaalloh doktorga boraman. Spravkalarda olishim kerak, mayda kenja o'g'lim uchun o'qishiga. Shunaqa azizlarim, skoro выпускной bo'ladi. Sizlar bilan так что uzoqqa надолго не прощаюсь. Ruschaska aytganda yaqin orada inshaalloh yana video snimat qilib, sizlar bilan chaqchaqlashib, inshaalloh yaxshi gaplar, yaxshi новостьlar bilan chiqib sizlarga efir qilaman, Xudo xohlasa. Так что meni ko'rib turganlar, men sizlarga sihat, salomatlik, в первую очередь hayotda sog'u salomatlik odamga kerak. Buni hamma biladi, конечно. Ana shu uchun sizlarga sog' salomatlik tilayman. Umrlaring uzoq bo'lsin. Bu dunyoda nimaga orzu havas qilgan bo'lsalaring, albatta erishasizlar. Chunki odam yaxshi inson, yaxshi niyat qilsa, Alloh taolo albatta yaxshi niyatlarga Parvardigorim yetkazadi. Hay, Alloh panohida bo'linglar. To ko'rishguncha xayr. Пока-пока.